Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. O'zbekiston xalq yozuvchisi Hakim Nazirning tavallud topganiga 110 yillik munosabati bilan men sizlarga Hakim Nazirning Nomi chiqmagan xotin kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. Nazir Hakim. Nomi chiqmagan xotin. Hakim Nazir to'plab nashrga tayyorlovchi Lalixon Igamova. Toshkent O'zbekiston nashriyoti 2018-yil 192 betdan iborat. O'zbekiston xalq yozuvchisi, iste'dodli adib Hakim Nazir o'nlab hikoyalar, qissalar, pyesalar, ocherklar muallifidir. U badiiy asarlarida ular xoh hikoya, xoh bolalar uchun qissalar bo'lsin, hammasida insonlardagi ma'naviy, axloqiy fazilatlarni ardoqlashga, ulug'lashga intilgan. Hikoyalar xazinasi rukni ostida Nomi chiqmagan xotin kitobiga adibning eng sara hikoyalari jamlangan bo'lib, ushbu hikoyalarda turli xarakterdagi insonlarning taqdiri, kechinmalari, o'y-fikrlari, voqea hodisalar o'ziga xos san'atkorona tarzda hayotiy tasvirlangan. Mazkur hikoyalar to'plami barcha yoshdagi kitobxonlarga mo'ljallangan bo'lib, kitob javonlarga eng yaxshi tuhfa bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat, bu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markazimizga kelib olib o'qishingiz mumkin.